alaykum, hurmatli mahalladoshlar, vatandoshlar. Kechagi murojaat qilgan joyga oldiga kelib, xabar olib, sizlarning nomlaringdan xonamda ham bir duolarni olib ketaylik degan maqsadda kirib, endi ham ozgina pul bor edi. Kartaga tushgan pulimiz bor. Kechagini ko'rishganda bergan pullar bor. Shu yerda endi aytib o'tib ketishim kerak. To'nkadagi dehqon aka-ukalarga rahmat. Kecha kelishib o'zlarining ehsonlari bilan hammalaringga katta rahmat. Hozir 82-yil akalar ham aylangani boramiz deb ozgina pul yig'ishgan ekan. O'zlaridan kecha shunaqa bir tashabbus chiqib, keyinlar ana shu aylangani boradigan pulni opaga beraylik. Imkon borichalik yordam bo'lsin deb qoladi. Rosa xursand bo'ldim. Xalqimiz haqiqatdan mehribonda. Ajarda ishlaydigan bir akamiz bordi, u ham 100 ming pul berdi bola. Imkon boricha hammasi mazmun kartada pulni ham o'tkazdiraman. Yarashi sog' bo'lsin, hammalari nasib bo'lsin. Savxozimiz xalqiga ham kecha berganlar bor. 2 kishi bergan 100 mingdan, kartada pulni ham mana ko'rsatib qo'ying. Shu musofirdan tushgan aka-ukalar 1.273 ming pul bor. Shuni ham hozir Gulsanam akamga tashlab ketaman. Hammasiga katta rahmat. Chiroyli duo qilasiz bola. Shu Farg'ona savxozimizda ahliga ham, shu musofirda yurgan yigitlarga ham, qovun bozordagi yigitlarga ham hammalariga rahmat. Shu meni qizimni o'ylab shunchalik ehson qilishyapti. Allohim birni bersa, ularga mingni bersin Allohim. Musofirda yurganlarga ham tanjonlari sog' bo'lsin, ishlariga Alloh rivoj bersin. Bola chaqasini oldiga eson-omon kelishsin ular ham katta pullar bilan. Hamisha hammalari sog' salomat yursin. Hammalariga rahmat, kam bo'lishmasin. Shu meni qizim ham yaxshi bo'lib, bolalariga bosh bo'lib yursin hamisha. O'g'illarni uylasin o'zi, nevaralarini ko'rsin. Hammalaringga rahmat. Shuhratjonga ham rahmat. Shunchalik elda dardida yugurib yuribdi mana. Allohim charchamasin hech qachon. Ota-onasiga ham rahmat mana shunday yigitni o'stirgani uchun. Hammalaring hamisha sog' salomat yurib, doim Allohning panohida yuringlar. Hamisha Allohim o'zi saqlasin hammalaring. Rahmat. Alloh sog' bo'linglar. Iloyim shu qo'yinglar. Ko'pchilikda qissasi bor. Umrada turib, hojida turib duo qilishdi. O'zata hojilarimiz Abdurasul akam, G'ulom akamlar ham rahmat. Tanjoni sog' bo'lsin. Charchamanglar, yaxshilik kunda ko'rishaylik. Hozir hurmatli mahalladoshlar, vatandoshlar, hammasini mana olib kelib qildim. Imkoniyat bo'lsa, yordamlaringni ayamanglar. Barchalarga katta rahmat. Gulsanam opamni yaxshi bo'lib, mana bolalarga bosh bo'lib yurishida sizlarning duolaring, ozgina moddiy mablag'laring kerak. Charchamanglar, yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Imkoniyat boricha yana bir ozgina harakat qilaylik. Xudoning opam yaxshi bo'lib ketadi. Avvalo Alloh shifo bersin. Rahmat. Hammalariga sog' bo'lsin.